Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musnadiy taxallusi bilan mashhur bo'lgan buyuk muhaddis, buyuk olim Abdulloh ibn Muhammad al-Buxoriy al-Musnadiy Buxoroda tavallud topadilar. Dastlab ilmni Buxorodagi buyuk allomalardan tahsil oladilar. So'ng esa ilm olishlik uchun ko'p mamlakatlarda safarga chiqadilar. Sufyon ibn Uyayna, Fuzayl ibn Iyos va ko'p allomalardan hadis ilmidan saboq oladilar. Musnadiy deyishliklaridan asosiy sabab hadislarning sanadini ko'p so'raganlaridan, ya'ni hadis rivoyat qilganlar haqida ko'p e'tibor qaratganliklaridan u zotga musnadiy taxallusi berilgan ekan. Buyuk muhaddis olim Al-Hokim An-Nisavuri aytadilarki, birinchi bo'lib sahobalar rivoyat qilgan hadislarni jamlaganlari uchun u zotga musnadiy taxallusi berilgan deganlar. Buyuk olim Mavron Nahrning eng buyuk allomalaridan biri bu Abdulloh ibn Muhammad al-Buxoriy al-Musnadiy bo'ladilar. Bu zot Imom Buxoriyga ustoz bo'lganlar. Imom Buxoriy rahmatulloh alayhi Abdulloh ibn Muhammad al-Buxoriy al-Musnadiydan hadisdan saboq oladilar va u zotning darslariga ko'p qatnashadilar. Imom Buxoriy rahmatulloh alayhi o'zlarining al-Jami' as-Sahih asarlarida Abdulloh ibn Muhammad al-Buxoriy al-Musnadiydan hadis rivoyat qiladilar. Buyuk allomalardan, buyuk muhaddislardan Hasan ibn Shujo aytadilarki, Imom Buxoriyga qarata Musnadiydan ilm olgan shaxs qanday qilib hadisni unutishi mumkin deganlar. Demak, Imom Buxoriyning ustozlari Musnadiy bo'lganki, Imom Buxoriydek ulug' zot u zotning qo'llariga tahsil olganlar. Ana shunday buyuk zotlar bizning vatanimizda, bizning ana shunday go'zal yurtimizda yashab o'tganlar. Imom Musnadiy rahimahulloh 844-yil Buxoroda olamdan ko'z yumadilar. Rivoyat qilishlaricha, u zotning qabrlari Buxoro shahridagi Sharobod, ya'ni Shariat Obod guzari, hozirgi Chashma Ayyub ziyoratgohi oldida ekan. Robbim Alloh u zotning ruhlarini shod qilsin, qabrlari munavvar bo'lsin. Bu zotlar qoldirgan hadislarni o'rganib, yoshlarga yetkazmoqlikni barchaga nasib etsin.